Jahon chempionati 2026dagi 4-bosqichga yo'l olish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Buni 3 xil yo'nalishda tuzib chiqqanman. Demak, birinchi ehtimol 9-turda qirg'izlar Shimoliy Koreya bilan o'ynaydilar. Shu uchrashuvda 1-0 hisobda g'alaba qilsalar va so'nggi turda Birlashgan Arab Amirliklarini ham shu hisob bilan yengsalar, 9-10 turlarda Eron va terma jamoasini yutib berishimizni xohlashmoqda. Agar biz Birlashgan Arab Amirliklarini yengsak, so'nggi turda qirg'izlar aynan shu terma jamoa bilan o'ynaydi va asosiy o'yinda yengilgan Birlashgan Arab Amirliklari kayfiyati ko'tarinki bo'lmasliklari uchun bizdan shu uchrashuvda g'alaba kutishmoqda. Keling hozir Qirg'iz Respublikasining Jahon chempionati 2026dagi 4-bosqichga yo'l olish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Buni 3 xil yo'nalishda tuzib chiqqanman. Demak, birinchi ehtimol 9-turda qirg'izlar Shimoliy Koreya bilan o'ynaydilar. Shu uchrashuvda 1-0 hisobda g'alaba qilsalar va so'nggi turda Birlashgan Arab Amirliklarini ham shu hisob bilan yengsalar, 9-10 turlarda Eron va O'zbekiston Qatarni 1-0 hisobda taslim etsa, shunda qo'shnilarimizda 12 ochko bo'ladi, Qatarda esa 10 ochko. Shunda ular 4-bosqichga o'tishlari mumkin bo'ladi. Ha, qiyin vaziyat, lekin hamma narsa bo'lishi mumkin. Ikkinchi ehtimol, qirg'izlar Shimoliy Koreyani 1-0 hisobda mag'lub qilsalar, Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinda 0-0 hisob qayd etilsa, Qatar termasi shu ikki o'yinda Eron va hamyurtlarimizga 1-0 hisobda mag'lub bo'lsa, shunda Qatar va Qirg'iz Respublikasi ochkolari 10 dan bo'ladi. Lekin to'plar nisbatiga ko'ra qirg'izlar -5, Qatarda esa -7 bo'ladi. Qo'shnilarimiz 4-bosqichga to'plar nisbatiga ko'ra yo'l olishadi. Bu birinchi ehtimoldan ko'ra hayotiyroq ko'rinmoqda. Va nihoyat uchinchi ehtimol, qirg'izlar oldindagi ikki o'yinda 1-0 hisobda g'alaba qilsalar, Qatar termasi ikki o'yinda durang qayd etsa, 1-1 hisobida. Unda ochkolar 12 dan bo'ladi. To'plar nisbatiga ko'ra qirg'izlarda -4, Qatarda esa -5 bo'ladi. Bunday holatda ham qo'shnilarimiz keyingi 4-bosqichga eson omon chiqib olishadi. Men ehtimollar nazariyam shunday ko'rinishda. Agar o'ta shaxsiy fikrimni so'rasangiz, biz qirg'izlarga yordam berib yuborsak bo'ladi. So'nggi turda Qatarni mag'lub qilib bersak bo'lgani. Lekin shunda ham qirg'izlarni 9-turda qiyin o'yin kutmoqda. Ular Shimoliy Koreyani nima qilib bo'lsa ham mag'lub qilishga majburlar. Albatta keyingi bosqichga o'tmoqchi bo'lsalar, agar shu o'yinda mag'lub bo'lsalar, ularga hech kim yordam bera olmaydi. Markaziy Osiyoda kuchli jamoalar ko'paysa, raqobat kuchli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qirg'izistonlik muxlislar hozir xavotirlanayotgan holat bu Erondan. Bilasiz, Eron terma jamoasi jahon chempionatiga chiqib bo'lgan. 9-turda aynan Qatar va Eron o'zaro o'ynaydilar. Eron futbolni yaxshi bilsangiz kerak. Bu haqida gapirmoqchi emasman. Umid qilamiz, eronliklar fair playga amal qiladilar. O'zbekiston terma jamoasidan qirg'izlarga yordam oldinda turgan ikki o'yinda raqiblarimizni mag'lub etish. Jon qo'shni deb bekorga aytishmagan-ku, to'g'rimi? Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Info Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz Assalomu alaykum. terma jamoasini yutib berishimizni xohlashmoqda. Agar biz Birlashgan Arab Amirliklarini yengsak, so'nggi turda qirg'izlar aynan shu terma jamoa bilan o'ynaydi va asosiy o'yinda yengilgan Birlashgan Arab Amirliklari kayfiyati ko'tarinki bo'lmasliklari uchun bizdan shu uchrashuvda g'alaba